Assalomu alaykum hurmatli talabalar va tomoshabinlar. Demak, darsimizni boshladik. Bugun 16-darsimiz amaliy matematika fanidan ba'zi ratsional va irratsional funksiyalarni integrallash degan mavzuni o'tib boramiz. Har doimgidek Malik Ruslan Raufovich va mana bu bitta reja bo'yicha to'xtalib o'tib ketamiz. Ya'ni irratsional funksiyalarni integrallash bo'yicha o'tib ketamiz. Demak, irratsional funksiyalarni integrallashga aytadigan bo'lsak, bu irratsional funksiyalar nima degan savolga birinchi navbatda to'xtalib o'tib ketishimiz kerak. Bu har qanday irratsional funksiyalarning elementar funksiya ko'rinishida boshlang'ich funksiya aniqlab bo'lmaydi. Quyidagi ayrim almashtirishlar yordamida, demak, ratsional funksiyalarni integrallashga olib kelinadi xolos. Va irratsional funksiyalar esa ko'pinchalik mana ildiz ostidagi funksiyalar sifatida qarab o'tib ketiladi. Va demak, birinchi ushbu integral r x ab ax plus b taqsim cx plus d darajasi esa r1 taqsim s1 ko'rinishda, ya'ni bu yerda biz ko'rgan edikki, demak, ratsional funksiyalarni ham darajalarini kasr shaklidagi ko'rinishda yozishimiz mumkin degan qoida bor edi. Ya'ni aynan o'shanga binoan, darajani xossasiga binoan aynan mana shunday ko'rinishda yozib olingan, aynan mana shunday ko'rinishdagi funksiyalarni integrallashga qaraladi. Aynan birinchisi mana ax plus b, ya'ni chiziqli bo'lgan ko'rinishdagi ifodalar sifatida qaralayapti. Bu yerda r mana bu ratsional funksiyalar ko'rinishida, a b c esa mana bu yerda a b c d'lar esa demak o'zgarmas sonlar va r1 s r i s i, ya'ni i'miz birdan n'gacha bo'lgan jarayonlarda bular musbat butun sonlar bo'lib hisoblanadi. Ya'ni integral ichidagi ax plus b taqsim cx plus d ni t darajasi m ko'rinishda almashtirish yordamida ratsional ko'rinishdagi ifodaga keltiramiz. Ya'ni biz o'tgan darsimizda ratsional ifodalarni o'tib ketgandik, aynan shu shaklga keltiramiz. Bu yerdan m nima degan savolga keladigan bo'lsak, m sonimiz r1 taqsim s1, r2 taqsim s2 va hokazo rn taqsim sn kasrning umumiy mahraji, ya'ni 2 kubi sifatida olinadi va aynan 2 kubini m ga tenglashtirilgan holatda, demak, mana bu yerdagi ax plus b taqsim cx plus d ni t darajasi m ko'rinishidagi almashtirishdan foydalanish yordamida buni oddiygina ratsional ko'rinishga keltirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana bunday ko'rinishga ifodalab olish yordamida ratsionallashtirish mumkin bo'ladi. Va bitta misol sifatida qaraydigan bo'lsak, demak, integral ildiz ostida x taqsim 4-tartibli ildiz ostida x kub qo'shamiz 4 dx integralni hisoblanyapti. Bu yerdan demak 2 kub sifatida umumiy mahraj sifatida qaraymiz. Birinchi navbatda mana buni bu 1 taqsim 2 ga teng, bu esa 3 taqsim 4 ga teng. Umumiy mahraji sifatida qaraydigan bo'lsak, bu 4 ga teng bo'ladi. Demak, umumiy mahraj mana bu yerdan 4 ekanligi kelib chiqadi. Aynan u ni 2 kubga tenglashtirib qo'yamiz. Eng katta umumiy bo'luvchi sifatida qarashimiz mumkin bo'ladi. Va buning uchun esa demak aynan mana shunday eng katta umumiy bo'luvchisi, ya'ni m sonimizni topdik. Bu 4 ga tengligini topdik. Shuning uchun x imizni barobar t darajasi 4 ko'rinishdagi almashtirishdan bunada foydalanib ketamiz. Va ikki tomonni ham differensiallab oladigan bo'lsak, demak to'g'ridan to'g'ri dx barobar 4 ko'paytirilgan t darajasi kub dt ko'rinishidagi ifodaga keladi. Buni esa integralga qo'yishimiz bilan bizga mana bunday ko'rinishdagi ifodani keltirib chiqarib beradi. Buni esa oddiygina ratsional ko'rinishdagi ifodalar sifatida yechimini topishimiz mumkin bo'ladi. Bu mana ko'rishingiz mumkin, aynan mana shu narsani ko'rishimizga olib kelinadi. Va bundan demak biz yuqorida mana bu yerda x imiz barobar t darajasi 4 ko'rinishda almashtirish olgandik. Endi esa demak t ni
x ga almashtiradigan bo'lsak t barobar 4-tartibli ildiz ostida x ko'rinishda ifodalab olamiz va mana bunday ko'rinishdagi ifodani hosil qilamiz. Xuddi shunday shaklda irratsional ifodalarni ratsional ko'rinishdagi ifodalar ko'rinishda oddiygina jadvaldagi funksiyalar, ya'ni integrallar jadvalga qo'yib osongina topib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ikkinchi turdagisi, demak integral ax plus b taqsim ildiz ostida ax kvadrat plus bx plus c ko'rinishda dx ko'rinishidagi integralni hisoblashga qaraymiz. Dastlabkasini surati ildiz ostidagi kvadrat uchatga qaraymiz. Mana bu yerda kasrni ostida turibdi. Suratidan pastda mahrajda turgan kvadrat uchatga qaraymiz. Demak, aynan u uchatni to'la kvadratga ajratish uchun, demak, mana bu narsani aynan to'la kvadratga ajratish jarayonida hosil qilib boriladi. Bu yerdan umumiy holda mana shunday ko'rinishdagi formulani hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Bu esa aynan biz o'tgan darsimizda o'tib ketgan ratsional ifodalar. Ya'ni mana bu yerdagi ildizni ham darajalari sifatida va biz 3-turdagi ratsional ifodalarni hisoblash formulasidan foydalangan holatda mana bunday formulani keltirib chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Va agar c teng emas b kvadrat taqsim 4a amiz 0 dan katta bo'lgan holatda integralni mana bunday ko'rinishdagi almashtirishlar yordamida hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Va mana bunday holatda esa demak c'miz katta, amiz 0 dan kichik bo'lgan holatda mana bunday holatga keltirishimiz mumkin. Ya'ni 0 dan katta bo'lgan holatda lnga keladi, 0 dan kichik bo'lgan holatda esa arc sinus ifodasiga keladi. Aynan mana shu ikkita holati uchun ham o'rinli ekanligini ko'rsatamiz. Yana eslatma uchun, demak, qulaylik uchun kvadrat uchatni to'la kvadratga ajratishdan avval a ning modul ildizidan tashqariga chiqarishimiz kerak bo'ladi. Chunki u son sifatida tashqariga chiqishi bilan ifodalanadi. Misol sifatida qarashimiz mumkin. Mana 5x integral 5x plus 3 taqsim ildiz ostida x kvadrat minus 4 x plus 8 dx integralni hisoblang. Ya'ni mana bu yerda ifodani o'zi keldi. Va endi esa demak biz formuladagi 5 taqsim 2 sifatida chiqarib oldik. Ya'ni biz mana bu yerdagi formuladagi kabi mana bunday ko'rinishdagi ifodaga keldi. Ya'ni a taqsim 2a ko'rinishda ifodalab oldik va ikkita ifodaga keltirib oldik. Mana bunday ko'rinishdagi ikkita ifodaga keltirdik. Ya'ni chiziqlashtirish yordamida mana shunday ifodaga keltirdik. Va buning natijasida mana bunday ifodani hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Aynan mana shu formulaga kelishimiz kerak bo'ladi. Aynan mana shunday ko'rinishga keltirib oldik. Integralda mana shu integralimizni ikkita mana bunday ko'rinishdagi integralga ajratdik. Va buni esa mana bunday ko'rinishdagi ifodaga ajratib oldik. Va bu qismi integraldan chiqdi va mana bu qismiga qaraydigan bo'lsak, bizga mana bunday ko'rinishga keldi. Buni esa mana a'miz, mana bu yerda turgan a qismimiz bu 0 dan katta bo'lganligi uchun bu lnga kelar edi. Ya'ni mana bunday ko'rinishdagi ifodaga kelardi. Mana a'miz 0 dan katta, c'miz esa b kvadrat taqsim 4a c ga teng emas bo'lganligi uchun demak lnga kelar edi. Aynan shu ifoda orqali demak biz mana bunday ko'rinishdagi chiqardik. Va keyingi misolda ham xuddi shunday. Endi esa a'miz 0 dan kichik holatda qaraydigan bo'lsak, bu arc sinusga kelish kerak edi. Aynan xuddi shuni. Demak, mana bunday ko'rinishdagi integralni mana bunday ko'rinishdagi integralga bo'lib oldik. Mana bunday ko'rinishga. Va buni esa demak mana bunday ko'rinishdagi integralga keltiramiz. Ya'ni 0 dan kichik holatda arc sinusga kelar edi. Ya'ni -2 miz 0 dan kichik bo'lganligi uchun demak a'miz 0 dan kichik va bu arc sinusda mana shunday ko'rinishga olib kelinadi. Va 3-turdagi integral ax plus b taqsim qavusdichda x minus a alfa ildiz ostida ax kvadrat plus bx plus c ko'rinishidagi integral bo'lsin. Bu yerdan esa x minus
alfa teng 1 taqsim t ko'rinishidagi almashtirish yordamida mana shu integralni hisoblash mumkin bo'ladi. Buning uchun demak mana shunday ifoda turibdi va buni x plus 1 ni 1 taqsim t ko'rinishidagi almashtirishdan foydalanib ketdim va mana bunday ko'rinishdagi integralga olib keldik. Va bu elen mana bunday ko'rinishdagi ifodaga teng bo'ldi. Va buni mana bunday ko'rinishdagi misollarda ham qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Demak, x turibdi. Biz esa z barobar 1 taqsim x ko'rinishidagi almashtirishdan foydalanib ketamiz. Va bu yerdan ham esa demak z barobar 1 taqsim x yoki bo'lmasa x barobar 1 taqsim z ko'rinishidagi almashtirishdan olsak ham bo'ladi. Mana bu yerdagi x'imizni xuddi shunday shakldagi almashtirishdan foydalanib ketish. Va buni to'g'ridan to'g'ri differensiallashimiz bilan bu minus dz taqsim z kvadratga keladi. Va bu yerdan almashtirishlar yordamida biz osongina mana bunday ko'rinishdagi, oddiygina ko'rinishdagi ifodaga kelamiz. Va 4-turdagi, ya'ni integral r x ildiz ostida ax kvadrat plus bx plus c dx ko'rinishdagi kvadrat 3 xat to'la kvadratga ajratib quyidagi demak birinchi hol uchun, demak mana bu uchun u kvadrat mana bunday ko'rinishdagi ifoda uchun u barobar k sinus t u barobar k ko'paytirilgan kosinus t ko'rinishidagi almashtirishlar yordamida foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi ikkinchi hol uchun esa demak mana bunday ko'rinishdagi k kvadrat ildiz ostida k kvadrat plus u kvadrat ko'rinishiga kelsa, mana bunday ko'rinishdagi almashtirishlar yordamida foydalanib ketamiz. Uchinchisi esa demak u ildiz ostida u kvadrat minus k kvadrat du ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, bu u barobar k taqsim sinus t ko'rinishidagi almashtirishlar yoki bo'lmasa u barobar k taqsim kosinus t ko'rinishidagi almashtirishlardan foydalanib ketish yordamida integralni ratsional ko'rinishdagi ifodaga keltirishimiz mumkin bo'ladi. Va misol sifatida mana keltirishimiz mumkin. Bu yerdan esa mana buni kvadratga ajratamiz. Mana ildiz ostidagi ifodani to'la kvadratga ajratishimiz mumkin va buni esa mana bu yerdan x minus 1 da barobar 2 ko'paytirilgan sinus t ko'rinishidagi almashtirishdan foydalanib ketamiz. Va bundan esa mana bunday ko'rinishdagi ifodani chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Va mana bu narsani o'zini to'g'ridan to'g'ri demak 4 ni chiqarishimiz mumkin. Mana bu yerdan 4 ni qavsdan tashqariga chiqarsak 1 minus sinus kvadrat t, bu esa kosinus kvadrat t ga tengligi kelib chiqadi va kosinus mana shu yerga yozib umumiy holda kosinus kvadrat t ifoda hosil bo'ladi. Aynan mana shundan esa darajani pasaytirish usulidan foydalanib trigonometrik funksiyalarni darajani pasaytirish yordamida biz o'tgan darsda oldingi darsda o'tib ketgan darsimizda aynan trigonometrik funksiyalarni integrallash yordamida darajani pasaytirish usuli yordamida mana shunday holatda oddiygina chiqarib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va mana bunday usuli ham mavjud. Demak, bunda ham demak mana bu yerda kubinchi daraja ildiz ostida qavs ichida x kvadrat plus 4x plus 5 ni qavs 3-darajasi, kubinchi darajasi. Aynan mana shu integralni hisoblash uchun birinchi navbatda mana bu kvadrat 3 xatni mana bunday ko'rinishga ifodalab olamiz. Kvadratlarga aylantirib olamiz va shu chiqqan narsani x plus 2 ni tangens t ko'rinishda belgilash yordamida oddiygina mana bunday trigonometrik funksiyalar sifatida olamiz. Va buni yechimini topishimiz bilan demak aynan mana shu ifodani joyiga qo'yishimiz bilan hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Va mustaqil yechish uchun misollar va e'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'lingizlar.